Assalomu alaykum hammaga. Sizlarga PUBG bu video nima haqida? Krisa Azerlar haqida video qo'yganman hozir. Ozarbayjon bilan o'ynab ko'rdim. Boshida normal shot olib 5 keda qildim buni. Keyin VPN yoqib chiqdi. Keyin bu bola Bizinfo o'ynar ekan. Biznes Trade. Shu meni asamni ko'proq dedi, shuning uchun video chiqarishim sabab bo'ldi bu. Keyin bolalar meni asam bu yoqda chiqib ketganda hamma joyga otdim. Keyin VPNligini men bitta bilsangiz bo'ladi. Men o'sha ichkariga kirib ketganman. O'sha pingim ko'tarilib bo'lib qolman. Keyin uni blижнесiga borganimda meni pingim 100 dan baland bo'lib ketyapti. Videoda yaxshilab ko'rib olsanglar bo'ladi. Unga yaqin borsam 200 pingda, ash 200 pingda ham uni otib olmam, bir amallab opitga tayanib VPN yoqib keldi. Biz VPN hech kim bular men uchun. Mana o'yinni ko'rishlaring mumkin. Blижнеda вообще ping ko'tarilyapti. O'ynagandek bo'lmadim, bor o'qirdim, rek qilmadim men bu yoqda ham. Keyin Biznes Trade faqat konteyner orqasida o'tiradigan Krisa o'yinchi ekan bu bola. Mayli bu Krisa o'ynasa ham VPN ni yoqib o'ynashga nechchi bo'lsa, blижне otishganimda pingim 100 dan baland 200 ping bo'lyapti почти bor. Men shunda ham bolalar men asam buzilsa ham dakansa o'ynaganim sababi bu bola men flashogimdan qo'shildi. Flashogdan qo'shilib bizaga birga bir deb один versi deb yozdi. U joylarni ekran zapisimga tushmagan. Men buni matchga kirgandan keyin Krisa o'yindan keyin ekran zapis yoqib o'ynadim. YouTube'ga qo'yish uchun. Bu videoni YouTube'ga qo'yishdan maqsad men azerlarni ko'rganman, video chiqazgandim. O'zbek Krisa, o'zbek kalami videolar chiqadi. Bu videodan ko'rib olsanglar bo'ladi, kim qaysi davlat musurligini, qaysi davlat Krisaligini. Men azerlarning bu o'yinchisi bilan bir o'ynashga tayyorman. Ну зачем, блядь?